Ke haklar. Assalomu alaykum. O'zbekiston jaqtimi? Skoroboy, gol tukamni o'zi sen bilan gaplashadi. Erki bilan aqli ham kuchi ham yetadi. Uka sen qozog'i bilan gaplash, men tojik bilan gaplashaman. O'zbekistonliklar shapaloq bermaydi. O'zbekistonliklar mehmon qiladi, go'sht beradi. Shahzod Gold Erka bilan To'ktar bilan ko'rishishga yetib keldi. Aka bir og'iz fikringiz. Endi ko'ramiz bu yerda. Kames bo'ladi. Ispanchik bratan sho'tdilar. Keldi Toshkentga oxiri. Tailand. Gap bo'lishi mumkin emas, ko'rishdi. Unaqa janjal narsalar bo'lmadi. Qattiq qo'rqinayotgan ekan. Erka bilan. Afanlar yubar. Молодец. Jangni aniqladi, yana ham ko'rish hali, yana ham belgilaymiz. Qozog'iston bovurlarim. Gap yo'q, rahmat. Hammalar O'zbekiston. Inshaalloh bu yerga patishga bo'linglar. Nechta dori bu aka? Bizaga 2 ol pikol yo'q, tabiiy vitamin ga. Mushuklar, bismillah. O'lib. Ketdi. Tabiiy vitamin bu. 30-chi ko'rsatamiz. Deb sizlar. Mujiki yaxshimisizlar? Boya akam gaplarni noto'g'ri tushunibsizlar. Mana qozoq duraman, tojik duraman deganlari faqat sportivniy internet. Ana bu nima desmi? Fazliddinni nazarga olib gapirilganda bu yoqqa. Biz hammamiz do'st, hammamiz musulmon, unaqa ziddiyat yo'q, noto'g'ri tushunmanglar-da. Biza mujiklar, biza do'st, biza bu sportivniy interes. Mana Fazliddin Tojikistonlik Fazliddin borku, u menga vezib tasha bir-birimizga ana urushamiz deb o'sha mana hozir nasib bo'lsa keyingi yil aniq bo'ldi. Gol tukan bilan Erki bilan urushadi, men Fazliddin bilan urushaman. Mujiklar, O'zbekiston sizlar paddesh yig'langlar, bu noto'g'ri tushunmanglar. Bu do'st, biza sportivniy interes. Kasal bo'lmanglar mujiklar, hammalaringizga omad. Unaqa narsa yo'q bu. Davlat darajasi, nimadir, hammamiz bir-birimizga paddeshga, hammamiz musulmonmiz. Gap bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, mujika yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bilasizlar, ikkita Radnoyim 26-ga, 30-ga, Armaniyaga 26-ga, Humo Arenaga 26-dekabr kuni bo'y qiladi. Men shunchalik hayajonlanamanki, bular Radnoylar tushyapti, men xuddi tushgandek bo'laman-da. Sizlar o'zi sportsmenlar yaqinga tushsa yo ukasi tushsa yo Radnoy tushsa, biladi, yuraklar qanaqa perejovat qiladi. Inshaalloh bular Radnoylar tushadi. Humo Arena 26-dekabr kuni kelasizlar. Endi Radnoyimiz inshaalloh через onlayn duo qilib turasizlar. Hammamiz duo qilib turamiz. 30-ga Armaniya o'sh qiladi, bratan. Mujiklar duoda bo'linglar. Inshaalloh ukamni boyi 26-kuni Humo Arenaga kelinglar. Gol tukan bilan o'zimiz olib chiqamiz buni. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar mujiklar? Erki bilan aktyor video chiqaribdi. Abdumalik deganda вообще yo'q ekan. Возраст silamaydi ekan. Men odan 10 yosh ulkanimda, men jaraytda men qo'yaverish, men o'z tashlab angmayib yurgu. Biroq anau akingmen jasta odam nimga ko'rasiz? Pensiyada yurgan odam nimga ko'rasiz? Yalmaysizmi? Sende qo'ling sirqiraydi ertaga. Bu gapimni dastoyni mujiklar, planetasi bolalar, aqli bolalar ma'qullaydi. Erki bilan Oktagon liga, mani ligam emas, akamni ligasi emas, u Qozog'istonning ligasi u. Oktagon liga kimni bersa men urushaman. Yosh katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, menga farqi yo'q. Men tayyorman. Kimni bersa men urushaman. Erki bilan internetdan baltivasa qilyapsan, PR qilyapsan, bo'ldi, shu narsaga aqling top, to'g'rimi? Duxing ham yetsin urushishga. Davay bu sportivniy interes. Urushasanmi? Urushsang men любой время urushaman sen bilan. Aqlim ham, duxim ham, kuchim ham yetadi. Bu internetdan baltivasa qilma. Urushging kelmasa, bu temani yo'q. Mujiklar shu videoni aktyorga tashab. Yaxshimisizlar? Sizlarga ertalabdan aloqaga chiqolman va jahlim chiqibdi. Barcha musulmonlarning jahli chiqdi bu narsani ko'rib. 10 yoshlikmi, 12 yoshli bolani o'ldirishdi. Qayerdanligini so'rashopti va dinini so'rashopti va o'ldirishopti. Bo'yniga pichoq urib. Ko'zini pirlatmasdan. Bir neblagaddarni kazda yibani o'ldiribdi.
uni barcha musulmonlarni jahliga chiqdi bu narsa. Men o'z fikrimni bildirib ketaman. Agar noto'g'ri gapirsam, kechirasizlar. O'zga yurtga yurganlar, yaqinlarimiz, barcha Esingadagilar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, hamma barcha musulmonlar do'st bir-biriga. Biza bilganimiz shuncha. Biza bilmaganimiz, videoga chiqmaganlar qancha deb hisoblaysizlar bu narsani. O'zga yurtga mana bunday xor bo'lib yashagandan ko'ra, hamma o'z yurtiga qaytgani yaxshi deb hisoblayman. Odam boshqa shoh bo'lib yashar boshqa yurtga. O'z yurtiga lekin gado bo'lib yashasa ham farzandlarining yoniga, ota-onasining yoniga yashagani boshqacha deb hisoblayman. Odam o'ziga bo'lgan narsani aytib bergisi keladi. Men o'zimga bo'lgan narsani mana musofirda bo'lganman. Boshimga qiyinchilik kelgan. Sizlar bo'lmasanglar, farzandlaringiz siz uzoqqa bo'lsangiz, farzandlaringiz ko'ziga ishonch qochadi. Qanadir o'ziga bo'lgan ishonch qochadi. Yo akam bodir, yo otam bodir ularga qarab turayotgan deb hisoblasiz. Lekin sizni otangiz ham, sizni akangizni 20 tangiz ham ota bo'lib bera olmaydi farzandlarga. Farzand ko'ziga ishonch qochadi. Qizlaringizni, o'g'illaringizni. To'g'ri, o'zga yurtga ishlayapman, musofirga ishlayapman. Ota-onamga nimadir qilib beray, farzandlarim hech kimdan kam bo'lmasin deb ishlayapsizlar. Lekin inson 1 soatdan keyin nima bo'lishini bilmaydi. Odam yillar davomiga nimadir qilaman deb niyat qiladi, to'g'ri. Lekin 1 soatdan keyin nima bo'lishini Alloh biladi. Odam o'z yurtiga, ota-onasining yoniga, farzandlarining yoniga, ahli ayolining yoniga bo'lib yashagani yaxshi. Rizq Allohdan. Mayli Alna zvanda переживать et, вайымдап, не болатыр еркебон деп атқан аға бауырларға рахмет. Бәрі нормально, міне Ташкенттеміз. Балалар тұр міне. Бізге енді бұл жерде қарап жүрген үлкен кісілер бар, бәрін контрольда ұстап жүрген. Сондықтан уайымдамаймыз. Өз 4-5 ақ адам мен төбелесіп келіп жүрген. Қалған бәрі жақсы көреді. Қанаттарым, достарым өте көп. Мен де жақсы көремін Өзбекстан, Ташкентті жақсы көремін, халқын жақсы көремін бәрі. Ассалаумағалейкум деп келіп тұрады. Басын иіп, құшақ жайып, қонақ қылып, сондықтан уайымдамайды достар, бәрі нормально. Ертең бойға дайынмын, бұйырса жеңіспен оралуға уәде беремін. Men aytib o'taman, Tailandga vaqtim. O'zbekistonga kela olmaydi bu. O'zbekistonga o'zini yurtiga kela olmaydi u. Tailandga kela olmadi. Ana endi men O'zbekistonga keldim. O'zbekistonga kelib, 3 oy sixat chuqa berdi. 3 oy tirnoqqa qilmadim. Chiqdim. Bittasi chiqdi urushaman deb. Bunga chiqsa promotion boy qilamiz. O bakalashka, ko'rinib turgan yuvalib qoldi. Assalomu alaykum, paradishli mujiki. Boyda aytuvdi, promotionimizga aloqaga chiqsin deganda, o'zimiz akamiz mana promotioni bu, o'zlari boy qilib beradi. Fazliddin, mana stoyga urushaman dedi, mana akamning ligasiga promotionlarga urushamiz 2026. Tayyorgarligini ko'r, dastoyni boy qilamiz. Menejerlarning aloqaga chiqishsin, 2026 dastoyni boy